$1000 puli bor odamga qop-qora 2021-yil 124 ming yurgan tiniq holatda naqd puliga bo'lsa, uka deyapti $8800 ga berib boraman deyapti. Bo'lmasam $1000 olib kelsin, nomiga o'tkazib, bank qilib 1 oylik to'lov bilan shunday chiqarib beraman deyapti. 4 yumshoq balloni, holati injiq, pulti bor, qop-qora 4 yumshoq yangi balloni. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Olasan, minasan degan mashina. Malibu bar qo'yilgan, Gentra rul qo'yilgan, chexol, polik hamma yo'g'i joyida. 132 ming yurib kechirasizlar, 144 mingda borib, 124 mingda borib. Xo'p, 132 ming yurgan, holati yaxshi, hech qanaqa rasxoti yo'q. $1000 puli borga shundaygacha nomiga o'tib chiqib ketadi. Farg'ona shaharida shunday bankka boramiz. Endi bitta holatda mana $1000 bilan Kapital bankka borsiz bo'ladi. Va 2000 pul bilan keladigan bo'lsangiz aka, boshqa bankdan chiqariladi, oylik to'lov pastroq bo'ladi, ishingiz ham tezroq bitadi. Kapitaldan qilsangiz, necha vaqt kutib olasiz, ya'ni 1 kun, yarim kun kutiladi. Xo'p, 1.5 motor, gidravlik ABS, konditsioner, dekord koreyskiy akkumulyator, injektor metani, xullas tayyor holatda. Xolasan naqd pul berib $8800 berib olib chiqib ketsin, bo'lmasam uka deyapti, shuni nomiga o'tkazib, taxtga qo'yib 1 oylik to'lov bilan $1000 bilan chiqarib beraman. 1 oylik to'lovi ham to'lanib qoladi, plyus sizga.